Hammasi yangi mashina ekan bu yoqda. Eski mashina ham olib qolisharmikan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eski mashina ham olib qolasizlarmi? Albatta aka, bizda trading xizmati ham bor. Bu yoqda qanaqa mashinalar o'zi? GM hamma mashinasi nalichda bor aka. Yangi shot spravkada. Yangi partiya aka hamma. Manzili nima deyiladi bu yoqda? Sergeli Qumariq betonka. Shunda aeroportda yonidamiz aka. Aha. Xo'p, rassrochka bormi? Rassrochka bor. 12 Tracker avtomobillar rassrochkaga olsangiz aka, sug'urta puli yoningizga qoladi. Bu siz uchun bankimiz to'lab beradi. Sug'urta ham yonida qoladi. Xuddi shuni. Xo'p, Damas qanchaga olib qolasizlar? Damas aka baholaymiz. Holatiga qarab bozor narxida olib qolamiz aka. Ertalabdan beri bozorda turib kelganman. O'zimizga ko'rmabsiz, to'g'ri. Xo'p, qanaqa mashinalar olib qolasizlar o'zi? Farqi yo'q. Yurib kelsa bo'ldi mana shu Cobalt, Damas, Tracker, Spark hammasini olib qolaveramiz. Hammasini olib qo'yaverasizlar. Qancha vaqtim ketadi? O'zingizni mashinangizni baholab, olib qolib, yangi mashinani sizga chiqazib berib olishingizga plus minus 3 soat vaqtimiz ketadi. O'zim mashinamni qoldiraman, yengini olib chiqib ketaman 3 soatda. Avtosalondan chiqmasdan bank avtosalonimiz o'zida joy. Avtosalonni o'zida bitadi, hammasi. Hamma narsani hisob-kitobini qilib beramiz. Xo'p.